Fight yana tuyog'ing chiqillatdingmi? Qani video? Sen nima armiyaga ketdingmi? Fight down video qachonlar tasavvur qiladi. Oxirgi shorts video chiqarganimga 1 yil bo'ldi. Nima, sen shorts chiqarasanmi? Ha, haftalab vaqtimni ketkizgandim. Uni ustiga kam odam ko'rdi, bekor vaqtimni ketkizdim. Umuman olganda sen shortslaring hech kimga yo'qmaydi. Nima? Ha, mayli. O'tgan yil sizlarga PUBG sirlarini ochgandim va ko'rib turganinglarday bu ko'pchilikka yoqdi. Bugun ham PUBG sirlarini ochamiz. Undan oldin esa choy olishni esdan chiqarmang. Agarda nok bo'lgan teammetingizga granata otsa va portlashdan oldin uni yelkangizga ko'tarib olsangiz, u dabit bo'lmaydi. Biling, cho'ta bu g'alati rolga o'xshayapti-yu, lekin shunchaki eksperiment uchun. Xo'p, oldin nok bo'lgan odamni granatada dabit qilib ko'ramiz. Menimcha bo'ladi. Ha. Xo'p, endi otib ko'ramiz va kechirasizlar, buni men qayta ko'rishim kerak. Hozir nima bo'ldi? Men videoni sekinlatdim va bu to'g'ri. Nimagadir nok bo'lgan odam dabit bo'lmaydi. Bu to'g'ri. Agarda internetni o'chirib dushmanga otsak va darhol internetni yo'qsak, unga o'q ta'sir qiladi. Rostini aytsam fake o'xshayapti. Lekin men internetni o'chirib otdim va What? Agarda ban olsalar, men haqimda umuman gapirmanglar. Match boshlashdan oldin samolyotdan tushmay turib hamma o'lib qolsa, siz osmonda uchasiz. Okey, hozir biz samolyotdamiz, hech kim qolmasligini kutib samolyotda qolamiz. Va Biling, men yolg'onligiga qarab o'ynashga ham tayyor edim, lekin bu to'g'ri bo'lib chiqdi. Lifehack o'xshadi. Agarda yonayotgan mashinani suvga tashlasak, u o'chadi. PUBG baribir ancha mukammalroq o'yin, shuning uchun olov o'chishiga ishonchim komil. Xo'p, mana mashinani yong'in holatiga keltirdim va suvga sakraymiz. Nima? Mashina suvning ichida yonishi mumkin? What the hell? Biling, Gubka Bob degan multfilm esimga tushib ketdi. Juda ham g'alati, lekin bu yolg'on bo'lib chiqdi. Obunachimizdan lifehack. White, agar Amerda mashinaga olsang, dushmanga o'q ta'sir qiladi. Agarda dushman mashinaning orqasiga berkinib olgan bo'lsa va siz Amerni olib unga otsangiz, o'q ta'sir qilishini aytgan. Xo'p, buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Amerni olamizda va otamiz. Danu. Nursin, bu to'g'ri. Bu lifehack mototsiklda. Oxirgi lifehack videomda motoda jonni ketkizmasdan tushish lifehackini yolg'onligini aniqlaganimda, ko'pchiligingiz xato qilganimni aytib, orqasiga o'tirib sakramasligimni yozishdi. Okey, unda biz tekshiramiz. Umuman olganda bu tushga kirmaydi. Men haq bo'lib chiqdim. Biling, PUBGdan kutilmagan narsalar kutsa bo'ladi. Agarda siz ham kutilmagan narsalar xohlasangiz, unda Telegram kanalimga marhamat. Masalan, 10 ta erplik konkurs. Adashmadingiz, 10 ta erplik konkurs. Shartlari esa faqatgina Telegram kanalimga obuna bo'lish xolos. Telegramimda zerikib qolmaysizlar, chunki Короче, kecha qotib ketdi. Antruban ko'rasam? Yo'q. Bitta. Agar Telegramimda aktiv bo'lsanglar, shunaqa kontentlar ko'p qilib turaman. Qiziqarli kontent va erpidan quruq qolmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ссылка описаниеda. Pachinki yonidagi traktor tirkamasiga bagi bilan orqa machasiga kelib, orqasiga o'tirib olsangiz, bemalol teksturaning ichiga yashirinib o'ynasangiz bo'ladi. Men вообще-то o'yinda traktor borligini endi bildim. Mayli. Xo'p, tirkamani oldiga olib kelamiz va mayli, rostga o'xshayapti. Yana bir marta va yana nimaga o'xshamayapti? Bundan keyin yana 7 marta harakat qilib ko'rdim, o'xshamadi. Lekin bir marta tirkamaga kirdik, shuning uchun bu ishonarli. Agarda dushman dimni otib yashiringan bo'lsa va shu zahoti o'zingizga flash otib uni yoniga borsangiz, u ochiq oydin ko'rinadi. Bu lifehack ishlasa va nihoyat flash granatasini kimdir ishlatadigan bo'ladi. Menimcha o'xshash kerak. Xo'p, flashni otamiz. Yo'q, o'xshamayapti. Balki birinchi litsoda o'xshar. Yo'q. Bu yolg'on. Agarda ruinsdagi devorlarga chiqib olsangiz, ko'rinmay qolasiz. Men bu devorlarni topib va chiqdim, lekin bemalol ko'rinib turibman. Va endi yolg'onligini aytmoqchi bo'lgan vaqtimda o'yinning grafikasini tushirish xayolimga kelib qoldi. Va nima? Bu kuchli device borlar ustunlikka ega deganimi? Lifehack ishonarli, lekin savol ochiqligicha qoladi.
Agarda angardagi devorga shift qismiga tirmashgan holda chiqib, molotovni otmay ushlab ko'z bilan qarasak, devorni orqasidan bemalol ko'rsak bo'ladi. Xo'p, anu tepaga chiqaman va o'sha yerdan ko'ramiz. Xo'p, endi ushlaymiz. Lifehack o'xshadi. Raketnitsa otishlar bilan darhol orqasidan bazukani otsanglar, raketnitsani o'qi bazukani o'qini orqasidan uchadi. Raketnitsani otib, srazu bazukadan otamiz. Va ani xuya, mayli kelinglar yana bir marta. Men yana 9 marta harakat qilib ko'rdim, lekin foydasi bo'lmadi. Balki oddiy matchda o'xshar. Oddiy matchda ham qilib ko'rdim, lekin yo'q. Bu degani lifehack yolg'on. Agarda mashinaning oldiga chiqib olsangiz, bemalol yuraverasiz. Men allaqachon bagina orqa baloniga chiqib olinsa odam tushmasligini aniqlaganman, lekin bu mashinalarda ham o'xsharmikin? Men mashinani oldiga chiqib oldim va 2 minut yurdik. Personaj tushib ketmadi. Lifehack o'xshadi. O'ng naklonda faqat bosh ko'rinadi, chap naklonda esa tanasi ham ko'rinadi. Okey, mana avtomatni olib, o'ng tarafga qaraymiz. Ha, rostdan ham faqat bosh ko'rinyapti. Endi chapga qaraymiz. Xo'p, mana o'ng taraf. Ha, mana faqat bosh. Endi chapga. Real? Tak, stop. Nimaga real hayotda ham shunaqa? Hozir qurol bilan nishonga olishda o'ng va chapga qarashdagi farq asosan inson fiziologiyasi, ya'ni yetakchi ko'z dominansiya va ergonomika bilan bog'liq. Endi tushunarli. Molotovda uylardagi svetga otsangiz, uyni tepa qavatiga ham o'tadi. Cho'ta fake'ni hidi kelyapti. Qamayli. Kelinglar svetga otamiz va qani? Realni ishladimi? Biling, buni haqiqatdan ham foydali lifehack desa bo'ladi. Men buni har doim ishlatishga ham tayyor edim. Lifehack o'xshadi. Vazikka skin qo'ysangiz, ikkala tarafda ham tekstura bo'ladi. Mashinada ham tekstura bormi? MKni olib o'tamiz va rostdan ham bor ekan. Biling, men transportlarda yo'q deb o'ylardim. Menimcha bu deyarli hamma sportkarlarda shunaqa bo'lsa kerak. Agarda vazikni orqa machasiga haydasak, tepaliklarga chiqsangiz bo'ladi. Tak, stop, bu lifehack baginiki edi, vazda ham bormi? Xo'p, shu tepalikka chiqishga harakat qilamiz. To'xta, qatga. Kimnidir xabari bo'lmasa, bu bagni olib tashlashgan edi. Bu o'xshayapti. Bu bagni hali o'zlari ham bilmasa kerak. Lifehack o'xshadi. Agarda dimni uylardagi zindan yoniga otsangiz, dushman sizni ko'rmaydi. Siz esa uni bemalol ko'rasiz. Adashmasam shu yerga otishim kerak. Yaxshi, deyarli hamma joy tutatdi. Endi men ichkari tarafdan ko'ruvchi. Nima, rostdan ham bemalol ko'rib turibman. Endi dushman tarafdan ko'ramiz. Haqiqatdan ham ishladi. Lifehack o'xshadi. O'yindagi svetlarga otsangiz, ular sinadi. Uyga kiramiz. MKni olamiz va chot umuman o'rnidan qimirlamayapti. Balki bazukada o'xshar. Yo'q, lifehack yolg'on. Molotovni uyni ichidan ikkinchi etajda zinan yonidagi tomga otsangiz, u pastki qavatda yonadi. Men o'sha molotovni hech narsasiga hayron qolmayman. Lifehack o'xshadi. Karakin kartasidagi qizil zona bir etajli uylarni buzibgina qolmay, 2 etajli uylarni ham buzadi. Men faqat bir etajli uylarni buzishni bilardim. Lekin bu haqida endi eshitishim. Men o'sha qizil zonaga keldim. Endi raketa tushishni kutamiz. Nima? Rostdanmi? Aytgani to'g'ri bo'lib chiqdi. Mana bugungi videomiz ham tugaydi deb qoldi. Yashirmayman, ko'pchiligini kutmagandim. Telegramni ham esdan chiqarmanglar. Lekin shunda ham Viktor nima bo'ldi? Bilya.